Bugungi ishimiz ham уборка. Bazani, podollarni naraqda sho'rni joyiga taxtalarni olib, ular o'tinga hammasi drama. Mana doskalarni tozalash kerak. Hammasi. Yo bazani kengaytiryapmiz. Где-то 40 zdaniyada ana kengaytirib boshlayapmiz. Xohlasa mashinalar ishlar, hozir ikkita mashina ishlamayapti. Sezon edi, tam такой ishlar bo'ldi bizada. Taxtalarni уборка qilish kerak, mantigi tuproqlarni ekskavator kelsa yoyish kerak. Bazani sal kattaroq qilish kerak. Hamma boshida kelgan pardaga to'g'ri qarab bo'lmaydigan joy edi. Hozir sekin-sekin ancha ochilyapti. Aytadi-ku, qarasang, hamma joyni tozalasang bo'ladi. Hamma joy zo'r bo'lib qoladi deydi. Men taxtani vashshe nima qilgan? Tozalagancha o'lib ketaman. Qanchasini tozaladim? Shu yana shuncha taxta. Такое дело bugungi ishimiz.